Sevmasang bor meni. Voy yana nima bo'ldi onajonisi? Peshoningizni nastrenasi yo'q. Men sizdan xafaman. Sizni sevish sevmasligingizni ham bilmayman. Ayol kishi qulog'i bilan sevadi. Jonim, men sizni sevaman. Yo'q, bo'lmadi. O'xshata olmadi. Ayol kishini ko'zini chaqnatib sevish kerak. Oyog'ingiz ostiga dunyolar to'shiy onajonim. Yo'q, bu ham bo'lmadi. Ko'zim chaqnamadi, adajonisi. Tavba qildim. Ayollarga bir nima yoqmaydi. Issiq sovuq deysizlar. Opoq sopoq. Ayol kishini ko'nglini topish kerak, adajonisi. Ko'ngil degan tana a'zo yo'q onasi. Ayol kishini vujudida joylashgan bo'ladi u. Sevishingizni bilardim, adajonisi. Voy, hech nima qilmadim. Sizni ko'nglingiz bizni cho'ntakda joylashgan ekanda, onajonisi. Sitor, Qadim bilan bugun borib gaplashmoqchiman. Uylaringda bo'lsa, adresingni tashlab 100 gaplashamiz. Seni menga beradi. Nima? Yurist bilan ko'rishgani ketuvdilar. Yuristi bilan ko'rishgan chiqib ketdi. Oybekga dadamlar faqat tajribali yuristlar bilan ishlaydilar. Yuristiga gap yo'q lekin. Xotinimdan umuman qo'rqmayman. O'shaning uchun mana yakshanba bo'lsa ham ko'chaga chiqib yuraverdim. Qimmatli vaqtingizni men uchun ajratganingiz uchun rahmat, yolg'onchi. Voy assalom. Sitor, dadeni tasodifan restoranda ko'rib qoldim. Qayerdasiz? Yuristi bilan. Yo'qol bu yerdan yo'qol. Yuristiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Ancha tajribali yuristmi deyman. Menimcha 2-3 firmani baravariga olib borsa kerak bu yurist. Zavodda ham ishlatib yuboradi. Sitor, dadeni bu yuristi bilan onang ko'rib qolsa bormi? Dadeng 15 sutkaga kirib ketsa kerak. Sitor, Oybek, nimaga o'zi dadeng menga bermayman dedi seni? men u bolani Shunaqa kazolligingni bilib bermoqchiman sizga. Sitor, lakatsa tashlab bersam, bo'lajak qaynona jonim bilan kelsanglar men mehmon qilardim. Barda oldidan lakatsa tashlab beraman, Sitor. Beraman qizim, beraman. O, Mashina berib turasiz. Menga berganingiz-ku buni. Qizim uchun Iskandar Yulduzdan 2 xonali uy ham beraman mezbon loyihasidan. Sitor, dadeng tushunadigan odam ekan. Dadeng rozi. dadamni qanaqa ko'ndirdingiz? Qanday ko'ndirdingiz deysanmi? Dadeng bilan kechasiga gaplashib oldik-da. Qaynota jonim. Keling, telefoningiz jiringlayapti. Voy, Oybekjon. Voy jonim. Va nihoyat telefonni oldingiz. Oybekjon. Anaqa, oyim ish buyurdilar-ku. Arsloni sizga zonna solib keladi. Birgalikda Plus. islatamiz. Voy, Oybekka keling. Kelib qoldi. Bizmi jonim? Sog'inib ketdim muhabbetgacha bo'lsa ham. Hozir kelyapman jongina. Pissillatarmish. Dadasi. Sen kabi qomati rason Farg'onada bittagina nima bo'ldi ayqas? Ona o'g'liz xotiniga narsa olib kelayotgan ekan. Voy nima bo'ldi ekan? Meni olib kelsa xotiniga olib kelibdi. Chidolmayman, dadasi, chidolmayman. Sen nima chidolmaysan? Yuring, ish bor, poylaymiz, yuring. Unaqa ishlaringga aralashtirmagin. Mani avtoritetimga to'g'ri kelmaydi. O'z qornim og'rib turibdi. Nima poylaysan unda? Nima olib kelayotganini bilishim kerak, dadasi. Shuni bilmasang nima qiladi, bilsang nima qiladi? Yo'qmi? Shunaqa ishlaringni meni aralashtirib bekor qilasan de. Nima qilasan shu yerda? Nimani poylaysan shu yerda? Nimani ishtasan shu yerda? Topa qildim. Qaqa bekilasan. Shkopga kiramiz, bu yoqqa o'ting. Kirmayman, men shkopga kallang joydanmi? O'z bo'ydoqligimda bir marta kirganman, yetadi shu. Menga qarang, kimni shkopga kirgansiz? Qo'ysangchi tanimaysan, u paytda men Rossiyada armiyada yurardim. Kirmayman shkopga. Keling jonim. Nima olib keldingiz o'zi, Oybekka ko'rsating. Tilla olib ber dedingizmi? Ha? Olib beraman. Dadasi. Sizga ko'rinyaptimi? Kimga tortdi ekan bu likkilla o'ynashini qara. Bizi zotimizda yo'q, sizni zotingizga tortgan. Zotimga til tekkizmas, zotingga. Xohlasiz, kontraktingizni ham to'lab beraman jonim. Buning o'tib o'marib kelmagan, men yo'q to'layman deyapti. Nima, lotereyga to'chiqdimi? Nima o'zi u? Lotereyadan ham zo'ri. Bazaletti. Hozir bu suvda aksiya ketyapti. Qoppog'iga 20 million so'm yashirilgan. Onasi qondan qoldiryapti.
chitang. Yutuq chiqsa xolasingiz kontraktingizni to'lab beradi. Xolasangiz pul yutug'ini olasiz. Zo'r-ku. Shkopga qachon kirgansiz? Voy-voy-a! Ko'zlarim achib ketdi-ya, dadasi-ya. Voy bashadagini. Assalomu alaykum, oyijon. Alaykum assalom. Choyga qarang. Oma choy qo'ydim, xas kelmang. Dada, Ya. Bobla bob. Bazelettining ochilishi zo'r ekanda. Pist etib ochilganda ancha-muncha ovoz yapar